Qo'shtepa tumani 11-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida jami 180 nafar tarbiyalanuvchi hamda 43 nafar xodimlar o'z faoliyatini davom etkazmoqdalar. Tarbiyalanuvchilar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Qo'shtepa tumani 11-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ish olib boraman. Hozirgi kunda yoz o'tmoqda so'z mavzusi bo'yicha bolalarimiz bilan birgalikda 90 kunlik dolzarb mavzusi bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Bunda bolalarimiz juda ham xursand. Hozirgi kunda o'sha yoz o'tmoqda so'z mavzusi bo'yicha bolalarda chiniqtirish maqsadimiz sog'lom, baquvvat qilib, barkamol avlod qilib yetishtirish maqsadimiz. Hozirgi kunda ko'proq suvda, toza havoda chiniqtirib bormoqdamiz. Ranglardan foydalangan holda suvlardan. Bundan ota-onalar juda ham xursand.